odamlar endi chunki bitta odam omon qolibdi. Kimsasiz orolga chiqib qolibdi-da. Endi yashash kerak, tirikchilik. Kemadan hali qolgan qutgan taxtalarni olib o'ziga uy quribdi. Baliq tutib yeyishni boshlabdi. Bir kuni sohildan naryoqqa o'tib baliq tutib kelyapsa, bir havo aynib yashin bo'lib uyini yoqib yuboribdi. Uzoqdan ko'ribdi, yugurib kelsa uy kul bo'lib yotibdi. Har kuni Xudoga duo qilar ekan, Parvardigor mana shu kimsasiz oroldan meni qutqargan. Endi uy yonib ketdi. Yana duo qilib, ey Robbim, meni qutqargin desam, uyimni ham yoqib yubording deb duolarni qilib o'sha yerda charchab endi uxlab qolibdi. Odamlarda ovozi uyg'otibdi. Uyg'onsa odamlar turibdi. Sizlar qayerdan keldilaring? Biz batdan tijoratga shehirdan doim o'tamiz. Hech kimsasiz orol edi bat. Qarasak tutun chiqyapti. Bir gap bor shekilli deb